Dega urib yur. Bilaman, uncha o'rgataverasiz. Bo'pti, yur. Ne? De. Ketdik. Odam o'chyapti, odamlarga qaragan. Mana bu nimasi yo'q? Odam urib yubording. Ko'zingga qarashga o'lasanmi? Nima qilayman, mexanikada o'rganganmiz. Mexanika o'qimay o'l. 30-40 millionga tushding. Voy, qaydan topaman buncha pulni? Bilmadim. Mashina tagida nima qilib yursan? Talabamisan? Ha, aka, talabaman. Chuqursoydagi Orientalda o'qiyman. Faqat yozuvchi zo'rlabmasini kontraktingni o'zim to'lab beraman. To'laymiz. Nimalar deyapsiz? Men imtihonga kech qolyapman, Voy, qochib ketdi-yu. Yur, universitetga boramiz orqasidan. Oriental dedi, shu bo'lsa kerak-da. Yur ketdik. Akajon, yaxshimi? Yaxshi bo'lib qoldingmi? Chetga ham topib keldilaringmi meni? Ish qilib biz yozuvchi o'qimayapsanmi? Aka, qanaqa yozuvchi o'qilaman? Imtihonga tayyorgarlik ko'ryapman. Bu universitetning kontrakti nechi pul? 12 milliondan boshlanadi, litsenziyasi bor. 39 ta yo'nalish bo'yicha malakali professor o'qituvchilar dars beradi, hatto akademiklar ham. Hop. Ochilganiga 4 yil bo'ldi. Bu yil birinchi qaldirg'ochlar bitiradi. Bo'ldimi? Bo'ldi, uka. O'zing bas. Ukajonim, kontraktingni o'zimiz to'laymiz. Menga kontrakt to'lamaylar. Men grant o'qiyman, stipendiya ham beriladi. Grant o'qiysan? Nima qilding? Mashinam tagiga yotib oling. Rostlamda, nimaga o'zing mashinani tagiga tashlamoqchi, pul ishlamoqchimisan? Baloni beramiz senga pulni, to'g'rimi dadasi? Ketdik. Biting qursin. Men nima qildim bularga?